olish uchun nima kerak bo'ladi sizlarga? B pravalaring bo'lsa, o'zlaring nomlaringda yoki kimnidir mashinasi bo'lsa, sug'urtaga kiritilgan bo'lsa, 1-2 vaqtida sizlar faqat amaliyda topshirasizlar xolos. Bu degani faqat mototsikl minberasizlar, kompyuterda imtihon topshirmaysizlar. O'sha nazariy topshirmaysizlar. O'sha yaxshi bo'ladi. Agar yo'q bo'ylaring bo'lmasa, albatta nazariy topshirasizlar. Nazariy bu kompyuterda test yechasizlar va keyin o'sha mototsikl minasizlar. Nima sizlarga kerak bo'ladi? Birinchi bo'lib 083 forma, 83 forma poliklinikadan olinadi. GAIga borib ariza yozasizlar. Ariza narxi 250 ming so'm bo'ladi. Olib, GAI sizlarga pechat beradi. GAIdan sizlar imtihon markaziga borasizlar. Markazning o'zining to'lovlari bor. Imtihon markaziga sizlar 500 ming so'm to'lov qilasizlar. Aytganimdek, kimda B prava bo'lsa, mashina nomida bo'ladigan bo'lsa, faqat amaliy topshiradi. Zmeyka tizib beradi. Bu ilon degani. Ilon va 8 ni tizib bergandan keyin, oson, atak o'tib bo'lgandan keyin sertifikat beradi sizlarga. Hozir ko'rsataman shuni. Sertifikatni olib turib, GAIga borasizlar. GAIdan 15 minut ichida pravani urib beradi. Bo'ldi?